Fransiyaning Parij shahrida jahon sport yulduzlari ishtirokida o'tkazilgan Grand Prix turnirida sportning sambo kurashi bo'yicha ishtirok etgan sportchi Rasulbek Baltabayev mamlakatimizga bronza medali bilan qaytdi. Rasulbek Baltabayev 100 kg dan og'ir vazn toifasida dunyoning ko'pgina davlatlaridan ishtirok etgan sportchilar orasida 3-o'rinni egalladi. O'zbekiston bayrog'ini baland ko'targan sportchini Ellikqal'a tuman hokimligi vakillari, sport ustalari, yoshlar va uning oila a'zolari tantanali turda kutib olishdi. Mazkur turnirda O'zbekiston terma jamoasi 2 ta kumush, 2 ta bronza medalni qo'lga kiritdik. Bu esa bizga oson bo'lmadi, deydi qahramonimiz. Jahon yulduzlari o'rtasida Grand Prix turniri bo'lib o'tdi. Ushbu turnirda men faxrli bronza medali sohibi bo'ldim. Dastlabki raqiblarim belgiyalik raqib bo'ldi, keyingi raqibim esa xorvatiyalik bo'ldi, keyingi yarim finalda uchrashgan raqibim bu fransiyalik raqibim bo'ldi. Unga kichik ustunlik bilan bo'lsa-da shu fransiyalik raqibga imkoniyatni boy berdim. Keyin 3-o'rin uchun bo'lib o'tgan bahsda ham fransiyalik yana bitta fransiyalik bilan ro'para keldim. Uni mutlaq saf g'alaba bilan uni g'olib chiqib 3-o'rinni qo'lga kiritdim.